Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Maza qilib issiq havolarga o'tib oldinglarmi? Bizda hali iliq. Bizda qish bo'lmaydi, lekin yozni kelishi ham juda ham uzun. Iliq havo. Dushanba bugun. Demayman-da, bugun generalniy уборка. Pardalarimni yuvaman, divanlarimni tortib, hamma yog'ini yuvib. Xullas, bugun menda generalniy уборка. Sizlarga savol, sizlar generalniy уборкаlarni necha oyda, necha marta qilasizlar yoki 3 oyda birmi, 6 oyda birmi? Men shu tez qilib turmasam bo'lmaydi, chunki kreslolar, divanlarning tegi tez chang bo'lib, bolalarning o'yinchoqlari to'lib ketadi. No, уже oynalarni ochadigan sezon ham yaqinlashyapti. Pardalarimni ham уже yuvib qo'yishim kerak. Lekin oynani artish eng yomon ko'rgan ishim. Men hech ham oynalarni artmayman. Yoqmaydi menga oynalar artish. Uning uchun alohida yordamchilarni chaqiraman. Oynalarim ham anchadan beri artilmagan. Eng yomon ko'rgan ishim bu oyna artish. Siznikichi? Eng yaxshi ko'rgan ishim dazmol qilish. Ko'pchilik yomon ko'radi dazmol qilishni, lekin men yaxshi ko'raman. Xullas, bu mana hamda ham yoni yakshanba kuni bolalar mana shunaqa o'ynab, tarqatib tashlaydi. Endi hozir ozgina protsess ko'rsataman, xudo xolasa, va postini ko'ramiz. Bugungi videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun men sizlarga kina kechasi degan narsa bor Turkiyada. O'shanaqa meniki qanaqa o'tgan eski arxivdan videolarni topib oldim. Sizlarga ham ko'rsataman. Kuninglar zo'r o'tsin. Damili. Yerlarni artdim, hamma yoni changlarni artdim, bu yo tarafni mana. Endi men sizlarga bu kina kechamizni ko'rsataman. Hamma har xil o'tkazadi Turkiyada kina kechasini. Kimlardir kafelarda qiladi, kimlardir ko'chada qiladi. Biz kichkina qilib mana shunaqa o'zimizning ichimizda, oila atrofida uyda qildik. Bu oldingi eski ulku opamizning uyi edi. Bu yoqda hamma juda ham yosh. 10 yil oldingi bu videoni topib olgan edim. Esimda yo'q, sizlarga ko'rsatganmi men oldin yo'qmi bilmayman, lekin mana o'zim ham bilmasdim. Kina kechasi nima, qanaqa o'tadi, nima qilishadi. Men uchun juda ham kulgili narsa bo'lgan, juda ham hayron bo'lganman. Uyalib, rosa o'zimcha bilmasdan hayron bo'lib kuzatib vaqt o'tkazganmiz xullas. Lekin mana bizga bu bir na pamять, esdalik bo'lib qolgan video. Oilam mana hammasi Gaziantepli turklar. Ko'pchilik oilangiz kurdmi, turkmi deb so'raydi. O'zi kurd, turk nimaligini bilmayman. No, turklar bilan. Men ham so'raganman, shunaqa so'rashyapti, turkmi, kurdmi sizlar deb. So'raganimda yo'q, biz turkmiz, lekin Gaziantep tomonda ko'proq kurdlar bo'lar ekan. Aralash joyda mana shunaqa halaylar o'ylab, keyin baqirishganini eshitgandirsizlar. Qilib men uni o'xshata olmayman. Lekin erkaklar shunaqa yo'q deb baqiradi. Bular shunaqa urf odati bor ekan shunaqa bilani. Shunaqa baqirib to'ylarda shunaqa qanaqadir
o'yinlarni qilib, xullas bayramlarni o'tkazishar ekan. Bu yoqda esa xuddi bizani yor-yorga o'xshab mana shunaqa grusni yig'latadigan ashulalarni aytishar ekan va bu paytda qo'lga xinnalar yoqiladi. Qizni qo'liga o'rtasiga qilar ekan. Ladonining ichiga oltin tanga qo'yilar ekan. Shunaqa ashulalar aytganda qiz yig'lashi kerak ekan, lekin men hech ham yig'la olmaganman, chunki men uchun bu juda ham kulgili bo'lgan. Mana shunaqa xinnani yoqib, keyin qo'lga surishadi. Kuyovni esa kichkina barmog'iga surib qo'yarlar ekan. Keyin hamma qizlar o'ziga ham yana keyin qo'liga xina qo'yadi. Xullas men yig'la olmaganman, mana shunaqa hayron bo'lib, kulib rosa o'zimni zo'rg'a tutib turganman. Lekin qiziq bo'lgan, juda ham qanaqadir boshqacha taassurotlar bo'lgan. Mana shunaqa nimagadir qizil narsalarni o'rtib qo'yib, boshiga kiyimi ham qizil bo'lishi kerak ekan. Hamma galma-gal mana shunaqa ashula aytib beradi. Güzel iki gözüm yaş eyledin. Tergedim ben söylemeyi tergedim. Chiqiriqchi degan qishloqdamiz. Erjon biyolaga ish bo'yicha keldilar, bizani ham olib keldilar. Naryoradan suvlarning ovozi eshitilyapti. Juda ham qanaqadir huzurli. Zo'r qishloqcha ekan, masjidlari bor. Yerim bilan men bu xonadonga keldik. Bolalar birinchi marta bu yoqda qo'ylarni, qumaloqchalarini ko'rishdi, tanishishdi. Maza qilib o'ynab yurishibdi. Mana bu yo'lning chiroyliligini qaranglar. Urishyapti bolalar. Naryoqda qayerdadir suvlar bor. No. Kako mili. Juda ham huzurli, spokойный joy ekan. Bolalarim kelib bu yoqni huzurini, tinchini buzishyapti. Qiy-chuv qilib. Mana shunaqa qishloqcha. Hamma yog'i tog', qaranglar. Не кричите, ладно? Hozir esa men sizlarga nimalarni to'qiganimni ko'rsatsam. Bu Pikachu. Qizim menga Pikachu to'qib bergin deganida, mana shunaqa shirin, kattagina Pikachu to'qib berdim. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, zakaz qilsanglar, sizlarga ham chiroyli qilib od dushi, mehr bilan to'qib berishim mumkin. Bu yoqda esa o'zimga sumka to'qidim yozga. Buni ham zakaz qilsanglar to'qib beraman. Xullas, videolarimda ko'rgan qaysi narsa yoqqan bo'lsa, zakaz bersanglar yoki o'zingizlar rasmini yuborib, mana shunaqa o'yinchoq to'qib bering desanglar, jon deb to'qib beraman. Chunki to'qish, yana bir bor aytaman, meni jonu dilim. Qanaqa chiqibdi narsalar, baho beringlar, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Bugungi vlogimga like bosib, kanalimga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Menga dastakinglar, yordaminglar juda ham muhim. E'tiboringlar uchun rahmat. Yaxshi qolinglar.